Vatsroyda bu ko'mirskilar hamma biladi. Shodlik hammomdan ichkariga kirganda mana shunaqangi chiroyli xonadon kelganmiz. 8 sotiklik. Aka, eng asosiysi gaz, suv, svetlardan umuman muammosi yo'q joyda sizga bitta xonadon topib qo'yganman. Bitta ko'rib video obzorini ko'rib chiqamiz. Asosiy darvozadan kirishimiz bitta mashina bemalol sig'adi. Endi bu yopiq ayvonimiz bor. Oxirigacha mashina qo'yaman siz. Bilmayman, bir 3 tami 4 ta mashina bemalol sig'averadi. Xo'p, mana kirdik. Kirishimizga mana shunaqangi to'rtburchak, chorsi joy, buni ichki tashqari qilib ajratib qo'yilgan. O'rtada mana shunaqangi chiroyli qilib zilonli zona qilib qo'yilgan. Endi buni ozgina mehnat bersangiz aka, ozgina mehr bersangiz, yana ham chiroyli bo'lib gullab yashnaydi. Xo'p, asosiy darvozadan kirdik. Kirishimizga bitta o'zini mehmonxonasi. Mehmonxonani ham qarang aka, abo'ylarni yopishtirilgan, hamma sharoitli bor. Kelib, shunday kelasiz-u, yashashni boshlayverasiz. Bu mebel, texnika hamma yo'q kelishilgan holatda bo'ladi. Xo'p, chiqishimizga mana bunisida oshxona. Oshxonani ham kuxunni mebellari qoladi deyilyapti. Mana u gazni qarang, mana gaz zo'rligini yonib turishini. Xo'p, chiqishimizga endi bunisini bitta detskiga qo'yasiz. Shunda detskida ham sharoitlar zo'r, abo'ylar yopishtirilgan, tayyor remontli. Chiqishimizga bunisida yana bitta xonasi. Bunisida endi xonadon egalari borligi uchun videoga ololmadik. Buni ichida o'zini sanuzeli bor. Bunisi spanli. Mana shunaqangi chiroyli qilib qurilgan akam. Uyda qarang, hamma kommunikatsiyalardan muammosi yo'q joyda. Endi ozgina kelib, ozgina mehr talab. Xo'p, bu xonadonimizni tagi to'liqligicha podval qilingan. Buni ham bitta xona qilib olsangiz, ikkiga bo'lib olsangiz, ikkita xona bo'ladi. Katta bitta yaxlit xona. Podvaldan mana chiqishimizga bunisi tashqi tomondan o'zini bitta hammom, bitta hojatxona qilib qo'yilgan. Bunisini ham mana plastik eshik romlarini o'rnatib qo'yilgan, kafillarni yopishtirib qo'yilgan, titanlargacha qo'yib qo'yilgan. Endi gaz zo'r bitta aka, kelib shu titanlarni yoqib olsangiz, bitta issiq. Mana bu xonadonimizning ko'rinishi shunaqangi. Kelishimizga bunisiga bitta katta zal qilib qo'yilgan. Endi buni korobka holatda. Kelib, polpatoylarni bitkazib olsangiz, remontlarni qilib olsangiz, bu ham bitta katta zal bo'ladi aka. Endi bu orqa tomoniga tashqi ichki qilib ajratilgan, bu orqa tomoniga ham joy tashlab ketilgan aka. Bunisi mana orqa tomonda orqa hovlimiz, ichki tashqi qilib ajratilgan. Hozirgi uylarda ko'rsangiz, o'zi aslida 2 sotikga uy qurilyapti. Lekin bu xonadonimizning orqa tomonida o'zi 2 sotikcha yeri bor ekan. Mana bu o'rtada zilonli zonaga qilishgan. O'zingiz uchun bitta bog' qilib olsangiz, orqada o'tib, xotirjam bir nevaralardan zerikkaningizda mana bu yerda ham bitta joy qilib olsangiz bo'ladi. Bunisida mana to'g'rida kichkina qilib xonalar qurib qo'yilgan. Endi bitta chorvachalik boqaman sizdan bo'ladi. Ichini remont qilib, o'zingiz uchun bitta yashagan xona qilib olsangiz ham bo'ladi. Xo'p, manzilimiz Vatsroyda, bu Ko'mirskilatda hamma biladi. Ko'mirskilatda yo'lida, Shodlik hammomning yonida 8 sotikli mana shunaqangi chiroyli qilib solingan xonadonimiz. Eng asosiysi aka, bu yerda gaz suv svetlardan umuman muammo sezmaysiz. 6 ta xonasi bor, tayyor yashagani, 2 ta, 3 ta xonasi korobka holatida. Xo'p, narxini 92 mingga baholadik. Xonadon egalari sal qimmatroqdan keladilar. Biz siz tomon biz-ku, sizni o'ylab, siz uchun talashib, tortishib, narxini arzonlashtirib qo'ydik.